Kattaqo'rg'on Shanba bozoridan. Mana yaxshi qo'ychilar so'radi. Yaxshi qizchalar so'radi. Nechtasini savdo qilyapti, tog'a? 3ta qaysi? Mana. Yo'q. Tog'a. Qizchalar savdo bo'lyapti. Bugun tog'am nomati keldi bugun. Yo'q. Oxiri ish qoldi mana. Chov. Tog'a nech bilyapsiz, tog'a? Nech bil qilyapsiz? 3tasini 96 qilyapman. 3tasini 96 qilyapti ekan mana. Shuni mana buni. Mana. 3tasini 96 qilyapti ekan mana. Bugün tog'am nomati keldi bugun. Bermodik, mayli qo'shilib. Bozor ketdimi? O'sha bering, 96. Toza menga qarang, o'sha ham bu odam bor. Chekka beradi. Mayli shu 9.5 savdo qiling, men 3 o'ng, mayli 3 qopib tursin mayli. Tog'a, men noto'g'ri qilishganmi? Birinchi bular savdo qildingizdan keyin baraka bo'lganda bu chun olaman dedingiz, lekin yo'q, menga masalan bir og'iz bular deb aytganingiz yo'q. Birinchi bu chun aytdingiz, ko'rsatdingiz. Men aka xudo oldi noto'g'ri qilishgan. Mayli deb 9.5 bular deb rozi bo'ldim. Endi bularga yo'q, mayli Chalasi. Shuni hisobini olib aytyapman-da. kamera yaqinroq bo'ling. 96 gacha. Mayli. O'zingiz bilasiz. Oltita qoldimi tog'a hozir? Bugun tog'am nomati chop 6ta qoldi mana. Qanchadan aka qo'ylar? Mana shu bloger aka to'g'rilar bormi? Aka qaydasiz? 45